Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biz bugün Şoğırdan'a keldik. Jami masjidlari основной вход. Azan namaz vaqti jetdi. Turkiyadan ketirganlar mana shunday eshaklar, mana shunday mav'iza beradigan o'rinlar bor. Yaxshi minbarni yaqindan ko'rsatiraman. Bugun bunda bizning Qur'on baygisi o'zi. Motor. Bunda lustrlarni Turkiyadan berganlar to'g'ri. Motor mozaikalar, ornamentlar. Bugün 100'den artıq kishi Qur'onga kiralar. Ularga bo'lak hazırlangan. Televideniye kelajak. Tataristondan qo'noqlar bo'lur inshaalloh. Bizga de nasip bo'ldi, alhamdulillah. Mana kimlar shunda o'zlarining mollarini masraflagan bo'lsa, Alloh taolo Allah ajrini nasib etsin. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا